Avtokreditga, bo'lib to'lashga yoki lizingga xarid qilingan avtomobilni chet davlatga minib chiqib ketish mumkinmi? Ko'pchilik shu savol bilan menga murojaat qiladi. Qisman o'rganib chiqdim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, man aytib o'taman. Hozirgi paytda hammaga ma'lum, avtokreditga mashinalar olinyapti, рассрочкаga olinyapti va ularga olingan paytda taqiq qo'yiladi. Taqiq nimaga nisbatan qo'yiladi? Asosan mulkni tasarruf etish, ya'ni oldi-sotdi shartnoma qilib bo'lmaydi. Ishonchnoma bergan taqdirda ham faqatgina bankning roziligi orqali berish mumkin. Yaqin qarindoshlar avtomobilni boshqaradigan bo'lsa, sug'urtaga o'zini ism familiyasini va qarindoshlik darajasini ko'rsatishi kerak. Aka, uka, ota, opa, singil, turmush o'rtoq, farzand, mana shular yaqin qarindosh hisoblanadi. Amakivachcha, xolavachchalar ularga nisbatan o'zi ikkinchi darajali bo'lganligi uchun ham ko'p holatlarda qarindoshlik darajasi nuqtai nazaridan e'tirof etilmaydi. Asosan shu bitta oiladagilar ko'proq e'tirof etiladi. Ha, bo'lishi mumkin istisnoli holatlarda. Endi chet davlatga olib chiqib ketish. Masalan, siz mashinani рассрочкаga olgansiz yoki misol uchun avtokreditga olgansiz, olib chiqib ketmoqchisiz. Mumkinmi? Chegaradan olib o'tishga hech qanaqa taqiq mavjudmi, mavjud emasmi? Bojxona to'g'risidagi kodeksda yozilgan ekan, moddasini ham qo'yib ketaman. Ushbu moddada o'sha mulkni chetga olib chiqib ketish mumkin degandaqa modda bor, ya'ni erkin tasarruf etish mumkin. Bunda hech qanaqa to'sqinlik bo'lmaydi. O'zi chegara postlarida qanaqa holat bo'ladi? Siz mashina bilan borasiz, tekshirilasiz albatta. Lekin aynan chetga chiqish bo'yicha taqiq bor yo'qligi faqatgina juda ham kuchli holatlarda, qaysi ma'noda, misol uchun majburiy ijro tomonidan yoki sud organlari tomonidan, yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan konkretniy davlat raqam belgisi bilan berilgan bo'lsa, o'shalar chiqib keta olmaydi. Qidiruvda bo'lgan shaxslar, prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati ana shu tashkilotlar orqali bo'lsa, katta ehtimol bilan o'sha avtomobillar avtomatik tarzda to'xtatiladi va chiqarilmaydi. O'zi olib qaragan holatda, odatiy holatda. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, ko'pincha avtomobillar chegara bojxona postlaridan o'tayotgan paytda faqatgina hujjatlar bir-biriga mosligi tekshiriladi, bo'ldi. U chetga chiqish bo'yicha taqiq bor yoki yo'qligi yuqorida aytib o'tgan tashkilotlarim tomonidan berilgan ma'lumot asosida amalga oshiriladi. Odatiy holatda kamdan kam. Nima demoqchiman? Agarda siz avtomobilni avtokreditga yoki рассрочкаga olayotgan bo'lsangiz, o'sha bankdan so'rang. Bank odatiy holatda 90% holatda desam ham bo'ladi. Bu bo'yicha ma'lumot bera olmaydi, o'rganib chiqish kerak. Yoki o'zingiz olingda o'sha shartnomani o'qib chiqing. Chetga chiqishga nisbatan taqiq bormi yoki yo'qmi? Aslini olib qaraydigan bo'lsak, juda ham chuqur to'xtalmayman. Yuzaki holatda tushuntirib o'tib ketaman. To'lovlarni o'zini vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo yo'q. Chetga olib chiqib ketsangiz bo'ladi mashinani. Agarda yuqorida aytib o'tganimdek sud, majburiy ijro, davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, prokuratura shu kabi davlat tashkilotlari yoki misol uchun o'sha davlat tashkilotlariga qaysidir banklarning talabiga asosan ma'lumot berilmagan bo'lsa, misol uchun siz mashinani avtokreditgami bo'lib to'lashga olgansiz, vaqtida to'lovlarni amalga oshirmayapsiz, mashinani topa olishmayapti, siz chetga chiqib ketmoqchimisiz, davlat raqam belgisi turibdimi? O'sha avtomobillarni marka masalan deylik, Onyx deylik, masalan shartli ravishda Onyx olib chiqib ketmoqchisiz. Onyxlarni hammasini postdan sinchiklab o'tkazib topishga harakat qilishadi. Soddaroq aytganda yoki o'sha siz toqqan davlat raqam belgisi bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, GAIlar soddaroq aytganda sizni ushlab berishga harakat qilishadi. Atak siz to'lovlarni vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Va buni o'zi tartibi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, masalan, siz chetga olib chiqib ketmoqchisiz. Sizga shartli ravishda bank ruxsati kerak. Siz bankka borib, yozma ruxsatnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bankka murojaat qilasiz. Bank sizga chetga chiqishingiz uchun maxsus ishonchnoma beradi. Agarda uni yaqin qarindoshingiz bera olmoqchi bo'lsangiz, masalan, akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz, u ham notarius orqali bankning roziligi bilan bo'ladi. Juda chuqurlashadigan bo'lsam, qonuniy nuqtai nazardan shunday. Agar soddaroq aytganda, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'lovlarni vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi organlar sizni qidirib yurmagan bo'lsa, chiqib kelishingiz mumkin. Agar
mashinani olib chiqib so'yib sotib yuboradigan bo'lsangiz yoki boshqa kriminal holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda ish judayam jiddiylashadi va chuqurlashadi. Ikkinchi masala, masalan, siz qonuniy qilmoqchisiz hammasini, mashinani olib chiqib ketish bo'yicha, o'sha mashina avtokreditga olgansiz, olib Rossiyaga yoki Turkiyaga yoki boshqa Qozog'iston, Qirg'iziston qo'shni davlatlarga olib borib ishlamoqchisiz o'sha mashina bilan yoki boshqa ishlarni qilmoqchisiz. Bankka borasiz, o'sha avtokreditga olgan bankingiz bilan rassrochkaga olganmisiz, lizing olganmisiz, farqi yo'q. Gaplashasiz, yuridik barcha hujjatlarni, yo'riqnomasini ular tayyorlab berishadi sizga, nimalar kerakligi bo'yicha. Keyin o'sha hujjatlarni tayyorlagan holatda chiqib ketasiz. Aslini olib qaraganda, chetga tinchgina borib keladigan bo'lsangiz, mashinangiz bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Chiqib kelishingizga nisbatan, ya'ni postda sizni to'xtatib, mashinangiz avtokreditga, rassrochkaga olingan ekan, to'lovlarni o'zini vaqtida qilayotgan ekansiz, lekin baribir taqiq bor, chetga chiqa olmaysiz deyishmaydi. 90% holatda shunday. Ishonchnoma orqali chiqib ketayotgan paytingizda ham xuddi shunaqa. Chunki bu bo'yicha ham bir nechta ma'lumotlar kunuzda chiqqan, ya'ni ishonchnoma orqali xarid qilingan avtomobillar chetga olib chiqib, so'yib sotib yuborilgan. Mana shunaqa holatlar endi fuqarolar o'rtasida sodir bo'lgan. Bank bilan bo'lmasligi uchun ham bank avtomobilga taqiq qo'yadi. Shu nuqtai nazardan xulosa qilib aytganda, yuqorida aytib o'tganimdek, agar to'lovlarni vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo yo'q. Sizni yuqorida aytib o'tgan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, sud bo'yicha, MIB bo'yicha taqiqingiz bo'lmasa, bemalol chiqib kelaverasiz. O'zingizda taqiq bo'lsa ham chiqa olmaysiz. Shu narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, sizda fuqaro nuqtai nazardan taqiq bor, mashinangizda kreditga olgan bo'lsangiz ham chiqib kela olmaysiz. Mashinangiz chiqib kelishi mumkin, lekin siz chiqib kela olmaysiz. Lekin mashinangizga nisbatan mulkka da'vo kiritilgan bo'lsa, yuqorida aytib o'tgan bojxona, qolaversa chegara postlariga hammasiga ma'lumot beriladi. Ular sizni avtomobilingizda to'xtatib qoladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, charchamanglar.